Siydik yo'llaridagi achishish ayollarda boshqacha, erkaklarda boshqacha kasalliklar natijasida yuzaga keladi. Shuning uchun bu videoda ayollar uchun uchraydigan kasalliklar bo'yicha to'liq ma'lumotlar, qanday chora ko'rish kerak, qanday yo'l tutish kerak, qachon nima ichish kerak va qachon doktorga borish kerak. Uy sharoitida nimalarni qilsa bo'ladi va kasallikni oldini olish uchun, yengillashtirish uchun nimalarga ahamiyat berish kerak. Hammasi haqida gaplashamiz. Erkaklar masalasida ham qachon, qanday holatda doktorga uchrash kerak? Qachon uyda davolasa bo'ladi? Qachon nimani tuzatish kerak, nimaga ahamiyat berish kerak? Har bitta yeyotgan ovqatimiz va harakatimizda qachon aloqaga kirishish kerak? Hammasi haqida mana shu videoda oxirigacha ko'rib tursanglar, ishonch hosil qilasizlar, ma'lumotga ega bo'lasizlar. Demak, boshladik. Erkaklarda uchraydigan siydik kanal yoki siydik yo'lidagi achishish holati aniq belgilangan kasalliklar natijasida bo'ladi. Bular eng ko'p birinchi ahamiyat beradiganimiz begona ayollar bilan jinsiy yaqinlik qilinishi natijasida yuqadigan infeksiyalar hisobiga. Ya'ni bu jarayonda achishishdan tashqari yiringli ajralmalar kelishi, ya'ni gonoreya deyiladi, hamda ba'zi bir yuqumli boshqa virusli infeksiyalar hisobiga shakllanadi. Eng yana bitta ahamiyat beradigan joyi, bunday kasalliklarda ko'pchilik faqat gonoreyani davolaydi, lekin aslini olganda u narsani tekshiruvini o'tmaydi. Ana shu tekshiruvlardan eng muhimi underfloor screening. Sizlar uchun, ya'ni mana masalan kuzatyapsizlar, kimdadir mana shu kasallik bo'ldi, mana shu shikoyat bo'ldi. Begona ayol bilan yaqinlik qilgan, oradan hech qancha vaqt o'tmasdan o'sha yiringli ajralma oqyapti va siyganda achish kuzatilyapti. Underfloor screening topshirish kerak. Birinchi asosiy qilinadigan ish mana shu bo'lishi kerak. Hatto davo chorasini boshlashdan ham oldin. Demak, bu masalada siydik kanaldagi achishni davolash, keltirib chiqargan qo'zg'atuvchini aniqlash hamda unga qarshi bo'lgan antibiotiklar bor. Mana shularni to'g'ri tanlash orqali amalga oshiriladi. Davo chorasi o'rtacha 5 kunni tashkil qiladi. Kimlardadir uzoqroq vaqt, 1 hafta 10 kungacha cho'zilishligi mumkin. Bunda antibiotikdan tashqari kerakli davo choralari bor. Har bitta insonga individual yondashib qo'shiladi bu narsalar. Hayotingiz davomida ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan ishlar esa achchiq, sho'r, gazli ichimliklardan tiyilish kerak. Shaxsiy gigiyena qoidalariga to'g'ri amal qilish kerak. Ya'ni boshqa insonlar bilan kontaktda bo'ladigan bitovoy narsalarni ehtiyotkorona saqlash kerak. Iloji boricha ichki kiyimlarni bunday kasallik holatida bir martalik ishlatish kerak. Bir marta kiyasiz, yechasiz va musorga tashlash kerak, boshqacha aytganda, toki tuzalgungacha. Va yana bitta eng muhim narsa, ayolingiz, misol uylangan bo'lsangiz, ayolingiz bilan yoki begona inson bilan, begona ayol bilan jinsiy yaqinlik qilmaslik kerak. Chunki bu kasallikni boshqa insonga yuqtirasiz. Jinsiy yo'l bilan yuquvchi infeksiyalar hisobiga keladigan uretrit, ya'ni siydik kanaldagi yallig'lanish holatida achish ko'rib chiqdik. Endi oddiy kontaktda, ya'ni hech qanday ayol kishi yo'q, shunchaki siydik kanalingizga bakterial infeksiya tushishi hisobiga kelib chiqadigan uretrit ham bor. Ya'ni buni nespesifik yoki o'zbekcha nospesifik uretrit deyiladi. Ana shu kasallikda ham achish bo'ladi, faqatgina buni begona ayolning yuquvchi infeksiyalar bilan farqi bor. Buni to'g'ri ajratib olish kerak. Buni doktor hal qiladi. Endi keyingi kasalligimiz bu prostata bezidagi o'tkir yoki surunkali yallig'lanish jarayonlarida uchraydigan achish holati. Bu holatda o'tkir prostatit holatida achishdan tashqari tez-tez oz-ozdan peshob qilish, tana harorati ko'tarilishi, chot sohasi, ya'ni chov sohasidagi turli xil qovuq ostidagi og'riqlar kuzatilishi mumkin. Bu holatda umumiy holsizlik ham juda katta rol o'ynaydi, ya'ni quvvatsizlanib qoladi odam. Bu vaziyatda eng to'g'ri yo'l zudlik bilan shifokorga murojaat qilish. Uy sharoitida hech qanday ish ko'rish talab etilmaydi va tavsiya etilmaydi. Surunkali prostatit holatida esa to'satdan biroz siyishda o'zgarishlar kelib chiqadi, lekin hech qanday isitma yo'q, quvvatsizlik yo'q, faqatgina siyganda achish holati kuzatiladi. Bunday holatda birinchi o'rinda sizni qiladigan ishingiz ovqatlanish tartibiga amal qilish. Ya'ni aytganimizdek, hali ham ta'kidladik, achchiq sho'r gazli ichimliklar bu eng ko'p siydik kanali va siydik yo'llaridagi kasalliklarni qo'zg'atuvchi, ya'ni provokatsiya qiluvchi moddalar hisoblanadi. Shulardan tiyilish va yana bitta muhim joyi bor. Spirtli ichimlik iste'mol qiladigan erkaklarda
aynan o'sha spirtli ichimlik kuchaytirib berishi mumkin. Buni to'xtatish. Mana shundan boshlash kerak. Shifokorga borasiz, kerakli tekshiruvlardan o'tiladi prostatit holatida. Prostata bezi suyuqligi tekshiriladi va UZIda baholanadi. Zarurat bo'lsa peshob tahlili yordamga keladi. Mana shu tekshiruvlardan keyin umumiy xulosa paydo bo'ladi va kasallikka tashxis qo'yiladi. Tashxisga qarab turib davo chorasini buyuradi. Sizdan qilinadigan talab, demak, parhez uy sharoitida davo muolajalarini bir hafta 10 kun emas, 1 oy mobaynida regular bajarib boriladi. Va qo'shimchasiga jinsiy aloqa ayolingiz bilan bo'ladigan jinsiy aloqani himoyalovchi vositalar, misol uchun prezervativlar yordamida qilib borish kerak. Chunki ba'zi bir bakteriyalar ayol kishining mikroflorasida ham yashash xususiyatiga ega. Ba'zi bir holatda mexanik travmalar yordamida ham CD kanalda achish kelib chiqishi mumkin. Bu asosan bo'ydoqlarda, yosh yigitlarda kuzatiladi. Masturbatsiyani haddan tashqari qattiq amalga oshirish ham aynan o'sha CD kanalda travmasini hisobiga achishni keltirib chiqarishi mumkin. Endi yana bitta kamroq uchraydi, lekin kuzatiladigan kasalliklardan bittasi bu sidik qopadagi toshlar yoki sidik kanaliga tushib qolgan toshlar ham achishni keltirib chiqarishi mumkin. Bu narsalarga albatta shifokorga murojaat qilish orqali yechim bo'la oladi. Yana bir muhim, lekin ba'zi bir insonlarda uchraydigan, erkaklarda uchraydigan holat bor. Bu psixogen achishlar. Ya'ni oldin qachondir bir marta sidik kanalda yallig'lanish jarayoni kelib chiqqan va to'satdan mana shu narsa stressiy ta'sir qilgan, ya'ni juda kuchli stressga olib kelgan. Qo'rquvni sozdovat qilib bergan. Buni natijasida esa bemor o'zi asli o'sha kasallikdan tuzalgan, lekin haligi qo'rquv achishish degan shikoyatning yo'qolishini oldini olib qolgan bo'lgan. Ya'ni doimiy ravishda peshobga borganda achishni his qiladi. Bu miya orqali bo'ysunadi. Bunaqa bemorlarda 4 tasiga duch kelganman va hammasida Xudoga shukr psixogen terapiyalar yordamida bu muammodan xalos qilishga imkoniga ega bo'lganmiz. Bunday bemorlarda buni davolash asosan hech qanday dorilarsiz psixogen yo'llar bilan davolaniladi. Ayollar masalasiga keladigan bo'lsak, bizning kundalik hayotimizda ayollarda uchraydigan eng ko'p muammolardan bittasi bu o'tkir sistit. Ya'ni sidik qopa yallig'lanishi. Juda ham kuchli achishlarni keltirib chiqaradi. Erkaklardagi achishga nisbatan bir necha barobarga kuchli bo'ladi. Bu achishlarni ko'pchilik uy sharoitida davolashga o'rganib qolgan. Ba'zi bir ayollarda birinchi marta kuzatilayotgan bo'lsa, ba'zi birlari уже o'rganib qolgan. Har hafta yoki har oy yoki bir yilda bir marta mana shu kasallikka duch keladi. Endi bu kasallikka duch kelgan holatda qanday qilib uy sharoitida to'g'ri yo'l tutish kerakligini o'rgataman. Agarda siz ayol kishisiz yoki qiz bolasiz hali va o'tkir sistit, ya'ni siyganda kuchli achishga duch keldingiz. Bu holatda birinchisi zudlik bilan sidik tahlili topshirish kerak birorta dori ichishdan oldin va doktorga ko'rsatish kerak. Agarda bu kasallik bo'yicha ma'lum darajada tushunchangiz bo'lsa, u holatda shifokor tavsiyasidan tashqari uy sharoitida haligi aytgan achchiq sho'r gazli narsalarni tiyilish kerakda, imkon darajasida doktorga yetib borgunigacha qovuqni issiq saqlash kerak. Issiq vannalar qilish mumkin yoki issiq grelka qo'yish mumkin qovuq sohasiga. Bu ma'lum darajada sizdagi achishni kamaytirib beradi. Qo'shimchasiga turli xil svechalar bor. Ya'ni og'riq qoldiruvchi hamda yallig'lanishga qarshi svechalar. Masalan, diklofenak. Agarda orqa peshob sohasida yoki oshqozon bilan bog'liq muammolar kuzatib bo'lmayotgan bo'lsa, o'sha svechalardan foydalanish mumkin. Lekin hech qanday tekshiruvsiz antibiotiklar ichishga shoshilmang. Eng muhimi mana shu yer. Antibiotikni o'z boshimchalik bilan ichish yaramaydi. Chunki biz odatlanganmiz. Ozgina peshob kelishida muammo duch kelsak, furamak, furadanin yoki boshqa turdagi antibiotiklarni darrov iste'mol qilishga shoshilamiz. To'g'ri, yordam beradi, kimgadir yordam bergan, lekin hammaga ham emas. Birinchidan yordam bermasligi mumkin. Ikkinchidan siz bu narsani chala, ya'ni sidikdagi achishlar yaxshilangandan keyin to'xtatib qo'yasiz va biroz vaqt o'tgandan keyin yana xuddi shu kartina, shu holat takrorlanaveradi.
mana shunga yo'l qo'yib bergan bo'lasiz. Shuning uchun har doim siydik tahlili hamda uni bakterial ekmasini o'tkazib turib, keyin boshlasangiz, kelajakdagi bu kasallikni to'g'ri davolash uchun zamin yaratgan bo'lasiz. Mana shu eng muhim qoidalardan biri hisoblanadi. Yana bir muhim aytmoqchi bo'lgan narsam, ba'zi bir ayollarda bu achishlar surunkali holatga o'tgan. Doimiy ravishda o'z boshimchalik bilan lecheniya qiladi, tuzaladi, ma'lum bir vaqt o'tadi, qaytalaydi. Bunga eng asosiy sabablardan bittasi, ko'pchiliginglar bilmaysizlar mana shu narsani. Hozir aytaman, tushunchaga ega bo'lasizlar. Ginekologik tomondan tashqi jinsiy a'zolardagi yallig'lanish jarayonlari yoki turli xil o'zgarishlar, kasalliklar natijasida ham peshob kelganda achish holati kuzatiladi. Endi misol bu mutaxassis gapiriladigan gaplar va ayollarga bog'liq narsa bo'lganligi uchun buni ochiqlashga harakat qilaman. Siydik kanal bilan tashqi jinsiy a'zolar yaqin joylashganligi uchun siydikdan chiqib kelgan paytda shilliq qavat devorlariga tegadi va o'sha yerda yallig'lanish bo'lsa, shu narsa siydik hisobiga achishtirishi mumkin. Bu narsani xuddi siyish aktidagi achishga o'xshatishadi. Lekin ikkalasining o'rtasida farq bor. Shuning uchun har doim siydikda achishish holatida albatta ginekologga tashqi jinsiy a'zolar ko'rigi masalasini ko'rsatish kerak. Mana shunda siz to'g'ri yondashgan bo'lasiz. Ya'ni, mana o'ylaylik, xo'p, sistit bo'lib qopman deydi ko'pchilik ayollar. Keladi, sistit bo'lib qopman deydi yoki uyda har xil aptekaga kiradi, sistitga qarshi dori bering deydi, oladi, ichadi. Lekin shu narsa davolanmaydi, tuzalmaydi yoki shikoyati yo'qolmaydi yoki kimdadir yo'qolsa ham qaytalaydi. Bunga asosiy sabab esa aynan mana shu jinsiy a'zolardagi muammo. Shuning uchun har doim duch keldingizmi, tuzalmayaptimi, обязательно urologga va ginekologga uchrashish kerak. Aynan mana shu masalani hal qilish uchun. Davo choralari esa juda ham oddiy va tez tuzaladigan kasallik. Eng asosiysi to'g'ri yondashish kerak. Endi sizlarda klimaks davrini o'tkazgan ayollar kuzatayotgan bo'lishi mumkin. Aynan mana shunday ayollarda uchraydigan surunkali sistit kasalligida qo'shimcha bitta narsa tavsiya qilaman. Bu narsani juda ko'pchilik tavsiya qilmagan. Bu estrogenovый gel deyiladi. Maxsus estrogen degan gormon o'rnini to'ldirib turuvchi gellar bo'ladi. Bu narsani qinga yuborish orqali siz bu kasallikni doimiy ravishda oldini olib yurishingiz mumkin. Nimaga bunday? Sababi klimaks davrida ayollarda estrogen degan gormon kamayib ketishi natijasida shilliq qavat atrofiyasi, ya'ni yupqalashib ketish kuzatiladi. Shuni hisobiga mikroflora tez buziladi. Shu moddani gormonni yetkazib berib turish orqali sizlar bu muammodan qutulishingiz mumkin. Juda ham oddiy, uy sharoitida qo'shimcha chora-tadbir sifatida buyurilishi mumkin. Endi televideniyada turli xil dori vositalarining reklamasi, internetda turli xil vositalar reklamasini kuzatishingiz mumkin yoki xalq ichida tarqalgan turli xil dorilar bor. Ularni palapartish qilish orqali hech qanday natijaga erisha olmaysizlar. Shuning uchun har doim to'g'ri urolog shifokorga murojaat qilish kerak. Ana shunda uy sharoitida qiladigan ishlarni tartibga solgan bo'lasizlar. Gapimni oxirida eng muhim yana bir narsalardan biriga to'xtamoqchiman, asorat. Asoratlar bu har doim kundalik hayotimizda 10 ta 20 ta mana shunday shikoyati bor insonlardan bittasida uchraydigan muammo. Bu siz bo'lishingiz ham mumkin. Endi asoratlar bular aytganimdek tuzalmaydigan darajadagi kasalliklar, shamollash, yallig'lanish jarayonlari. Antibiotikda hammasini ichib ko'rgan, lekin natija bermay qo'ygan holatlar. Rak holatiga borib qo'yuvchi situatsiyalar bo'ladi, darajalar bo'ladi. Bu holatlar prostata bezidagi yallig'lanishda noto'g'ri doimiy ravishda e'tiborsiz davolanish natijasida erta bosqichlarda, ya'ni 40-50 yoshda o'sha adenomani orttirib olish va siyishdagi muammolarda jiddiylashishiga olib kelishi. Yana bundan tashqari turli xil darajadagi organizmda aynan o'sha a'zolarda uchraydigan turli xil o'zgarishlar, aytganimiz atrofiya, strukturalar rivojlanib ketishi mumkin. Mana shu holatlar va haligi gonoreya yoki yuqumli ayollarda yuqadigan infeksiyalarda siydik yo'llaridan tashqari urug' yo'llaridagi torayishlarni kelib chiqishi va bepushtlikka sabab bo'lib qolishi. Shuning uchun agarda kimda siydik kanaldagi achish kuzatilayotgan bo'lsa,
o'z vaqtida shifokorga uchrash kerak va uy sharoitida qilinadigan ishlarni to'g'ri tartibga solib olish kerak. Lekin bu narsalar yordam bermay, hozirgacha bu muammolardan aziyat chekayotgan insonlar bo'lsa, xohlasanglar qabulimga kelishinglar mumkin. Quyidagi raqamlarga murojaat qilish orqali bemalol qabulga navbatga yozilsanglar, sizlar bilan bu muammolarni chuqurroq ko'rib chiqamiz va buni navbatdagi keyingi videolarda albatta e'lon qilamiz. Salomat bo'linglar.